بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى yuqorqi oyatlarda Allohning yo'lida pul mol sarf qilish to'g'riliq to'xtalgan. Yuqorqi oyatda g'ayba 3-shaxs usuli bilan xitob qilgandi. Allazina yunfiquna amwalahum. Ma'noda achida xitobga ko'rildi. Iltifatu min al-ghaybati lil-khitab. Bu nima uchun mubolag'atan fi ijabil amal. Yani qattiq ta'kidlab zadim shuni qattiq amal qilinglar, ma cheklimga qattiq diqqat qilinglar demoqchi. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ey iymon etganlar, sizlar sadaqalaringlarni minnat qilish, aziyat verish orqali bekor qilyapmanglar. Agar unda bekor qilyapsanglar, maldan qurib qolgandek, keyin savobdan qurib qolasizlar. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bunun misali xuddi mal mulkini kishilarga riyoxo'rlik bilan kishilar ko'rsin deb sarf qiladigan Alloh va oxirat kuniga iymon etmaydigan kishiga o'xshash. Yani buningga o'xshash sizlar minnat qilib azobirib amalni ihbot qilyapmanglar dedi. Al-kafu nasbun sifatu masdarin mahzufin. Demak, kaf hozir fi mahall nasb. Bu mahzuf qilinayotgan bir masdarninki sifati dedi. Taqdir nima? لا تبطلوا إبطالا مثل إبطال الذي ينفق ماله ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Yani sizler sadaqalarınlarının savabını minnet kılış, eziyet veriş arqılık bika kılıvetmanlar ki bu bika kılıvetçınlar xuddi munafiqninki mal mülkine kişiler köysünde riyaxurlik bilan sarf qilib, hajlab Allah'ın razılığını gözlemey bu nefiste. Yak ahiretinin savabını gözlemey, bunda kıyğanlık tüpeylidir. Bütün savabından mahrum kılıp, sadakasını bekar kılıvetkenge okşaş deydi. Şimdi bilmen vel ede, müşaheden kimge bir tefsirde tekirga minnet müşahede. Tekirga, sen onda akbadım, da minnet kılıç arkada. Yani bir tefsirde Allah Teala'ya minnet kılıçlar. Ben Allah yolda bunda hacıgen, bunda sarf qilgan, bunda sarf qilganda xuddi Alloh taolaga bu o'zi minnat qilayotgandek bunda ish qiladi. Chunki Alloh yo'lda sarf qilish dediq-ku, jihadga masalan. Bu ishlar sarf qilgan bo'lsa, Alloh yo'lda bunda sarf qilgan, bunda sarf qilganda xuddi Alloh taolo minnat qilgandek bunda ish qiladi. Ya'ni bir tafsirda bu fakirga, unda ada deganmi, nima desa, shu fakirga tushadi. وَرِئَاءَ مَفْعُولٌ لَهُ. Bu mef'ul li ecdi yani. Mef'ulun li ecdi. Yani kişilerge körüstüş için sarf kıldık Allah'a. فَمَثَلُهُ كَمَثَلْ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ. Bunun misali xuddi üstiga bunda çang to'zang topa o'rnab qolgan qo'ram toshga o'xshaydi dedi. Yani sip-siliq qo'ram toshga o'xshash dedi. Safvan degan siliq tosh. Hech qanday unda o'ydan chiqir yo'q. Aralıkta bir kavalleri yok. Bunda siliq tuz taşı. Bu safvan hazır safa yaki safvan adının safa süzüklikten çıkkanday. Siliq diyemem. Demek bunun misali üstüde çang tozang topla yığılıp kalgan siliq taşga o'xshaydi. Masalahu ve nafaqatahu allati la yantafi'u biha albatta bihajarin amlasa alayhi turabun. Yani yerden meselehu dedi. Yani aşını okşattı. O ne var? Onun özü kat'i faydalanmaydıgan nefkisini nimge okşattı? Silik taşkar dedi. O silik taşın üstüde top konuğan. Fe'asabahu vabilun. Fe'asabahu demek hu diyen damir negiyen da haceri kaçış mümkün, yak topu kaçış mümkün. Fe'asabal hacer, yak fe'asabat turab vabilun. Şunama vabil diyen şakırap yığıp ketken bu. Yaki kuyulup yağdı o. Şuna adetin atmanın okunumu biva biliminde rasası. Ağaklın çıkıp okumuş biva bildi. Animidin yamgımı asmandan şu şakırıp ağaklın üzerine çıksa biva bilim. Feterakehu salda. Şu olan bu üstüge su çıkanlıkken, katı yamgı çıkanlıkken topunu ekip gitip taşını yalan açlam pak pakiz koyup koydu dedi.
pakiz qoldirib qo'ygan. Ajrada naqiyan min at-turab alladhi kana alayh. Ustidagi to'pidan pakiz bo'lib ketgan yalang'och holatda qoldirib ketdi dedi. Turab deganda hozir fatarakahu deganda tashib ketdi. Fatarakal hajara saldan. Yo'q, oldikisi shu tashqi qaytishing, tashning ustiga tushdi, to'plarni juvatdi degan. Va xuddi bu ustiga qo'ngan to'pini, xuddi burun qilgan nafiqalarni hamma o'sha riyoxo'rlik orqali yuvib bekor qilayotgandek. Ihbotul amal bo'ldi. Xuddi o'sha jazoni qilsam, amallarni ihbot qilib tutdi, yoki murtad bo'lib ketsa, unda ihbot bo'lib ketdi. Shunga o'xshash bu shu burun qilgan sadaqlarni ihbot qilib turgan ishlar ekan. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ular shu burun qo'lga keltirgan shu nafqaning savobidan hech narsaga erishilmay qoladi. Bu hozir mush jumla xuddi bir savol borligidek. Mada yakunu haluhum? Mush tashqi o'xshaydigan buni avval. Bu natijada nima bo'ldi bularga? Ular butun xajjigan, sarf qilgan mollarining savobiga erishilmaydi. Yana shu infaqni kasb kasbdan. Degan sadaq qilgan bu. Shunama? Keyin anda buni bekor qilyapti. Ayrilib qoldi bu. La yajiduna thawaba shay'in mimma anfaqu. Awwal kafu fi mahall an-nasb al-hal. Kaf hazir kalladhi degandik-a. Sizlar ey la taqlubu sadaqatikum mimmatin alladhi yunfiqu. Shu yunfiq degan. Kalladhi ha. Kalladhi degandik-a. Kaf hazir fi mahall an-nasb degan. Oyada fi mahall an-nasb sifa degan to'p. Masdar mahzufniki sifati degan. Ham yani fi mahall an-nasb lekin hal degan. Yani hal o'z qanday oldi? La taqlubu sadaqatikum mumathilin alladhi yunfiq. Yani mushunda riyoxo'rlik bilan mollarni sarf qilgan, oxirat va Allohga ishonmaydigan kishiga o'xshagan holatda bunda bekor qilib o'tmanglar degan. Wa innama qala la yaqdiruna ba'da qawli kalladhi yunfiqu. Yani arada billadhi yunfiqu al-jins. Yani miyada la yaqdirun deb jama keltirdi. Miyada kalladhi deb mufrad keltirdi. Nima uchun desa, yani alladhi degandan maqsad nima? Jins. Demak, ayında xajlagan kishining jinsi murod. Yani bu mufrad bi ma'nal jama bo'ldi o'cha. Yoki al-fariq alladhi yunfiq. Sarf qilgan guruh, bir toifa degan ma'no. Yoki alladhi degan ma'no bir sifatul umum, umumning bir alomatlari bo'lgan ekan, ko'plik mushuning ichida bor. Yani bir kishining misolini bergan bilan bunda kishilarning necha yig'ilsa shu ko'plik bo'ladi. Vallohu la yahdil qawmal kafirin. Alloh taolo kafir qavmlarni hidoyatga boshlamaydi. Madamu muxtarin al-kufr. Yani kufrlikni tanlab, shunda ching turdikan hidoyatga boshlamaydi dedi. Bu yerda el-kafirin degan so'zdan shay bir ma'no chiqadi. Xuddi bir dariq muvofiqati. Masalan, riyoxo'rlik, minnat qilish, eziyat yetkazish bu kafirning xususiyati bu. Mu'minlar bundan saqlanish kerak. Siz agar mush ishlarni qilsangiz, kafirning ishini qilgandek bo'lasiz. Bu sizga loyiq emas deganman. Allohu la yahdil qawmal kafirin degana nishadi bir dariqma. Kafirning ishini qilsanman, bunday ishlarni demak. Yapti gatamda tarix. Wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. Oyatda nahy qildi. Yani bu oyatda ashunda haqiqiy mu'minlarning Allohning roziligini ko'zlab qilganlarningki misolini berdi. Allohning roziligini ko'zlab mol mulkini sarf qilganlarning misoli va yana tathbitan min anfusihim. Yani o'zini islom vataniga mustahkam bekitish uchun sarf qilganlar demakchi. Ham tathbit degan so'zni bir nechta xil tafsir qildi. Tathbitan min anfusihim. Tabbata degan muqim bekitibdi degan bo'ldi, tushunami? Ya mutabbital qulub tabbit qulubana ala dinik. Yani ala ta'atik deymiz. Ya ve tabbit al-aqdama allaqina ve tabbit aqdamana ve sunna al-qawmil kafirin. Bu şeyde sabahlık qilish, bekitib ham bo'ldi. İşaret mardatlar ham bu aniq. Allohning roziligini ko'zlab dedi. Tathbitan min anfusihim deganda bir nechta tafsir bilsa tasdiqan lil-islam. Yani islomga ishonganlik jihatdan, shu molni sarf qilishi islomga haqiqiy chin dildan ishonganlik jihatdan va tahqiqan lil-jaza. Tahqiqan lil-jaza degan, yani savobni chuqum Alloh taolo berdi bizga deb haqiqiy ishonganlik jihatdan demak. Mushunda holatda o'zining ko'nglidan zaten
tigidin, yurkining tigidin ishinib, bunda sarf qildiganlar degan ma'noda. Ha bir tafsir al. Li'annahu idza anfaqa al-muslimu malahu fi sabilillah ulima anna tasdiqahu va imanuhu bi-thawab min asli nafsihi. Deydi, chunki musulmon mal-mulkini Alloh yo'lida sarf qilsa, uning ashu ko'nglida Alloh taolo ishonganligi, islomiyatga ishonganligi, oxiratga ishonganligi, savob birdan ishonganligining alomati bo'ldi. Shu ma'lum bo'ldi dedi. Endi anfusihim dedi o'shada. Min anfusihim degan mishada azimish sadaqa berish, mush narsaning ko'pinchasidan o'shada bir maqsad nima esa, insonning ko'nglini ruslash, paklash. Dunyo, hubbud dunyo, hubbul mal illatlardan paklashdan iborat ish budir. Min asli nafsi va min ixlosi qalbihi. Demak, mushu xayzlash, sarf qilishi chin ko'ngildan chiqibdi buning. Ko'ngilga rozi bilan, e'tiqod bilan xayzlabdi deb ixlos bilan sarf qilganligi ma'lum bo'ldi ekan. Va min libtidal g'oya. Men hozir ibtidal g'oya deganimiz ashinasi nerdan boshlanib chiqqanligini. Ya'ni bu hozir ko'ngildan chiqqan narsa bo'ldi. Ko'ngildan chiqarib berdi deymiz-ku. Min anfusin. Ko'ngildan chiqarib bergan narsa. Bu nerdan boshlandi desa, ko'ngildan boshlangan. Bu bir xil tafsir. Yana bir tafsirda debdi ويجوز أن تكون من بمعنى اللام يعني أي توطينا لأنفسهم على طاعة الله يعني özüne, ko'ngillarni, dillarini Allohning toatiga tayyorlash, muqimdash uchun ma'nosida. Yana bir tafsirda tab'idiyya debdi minni. Yani mutabbitina ba'da anfusihim. Bunda ko'ngilni necha bo'ldik biz. Ko'ngilning bir parchasi bor, bu malga bog'langan. Ko'ngilning bir parchasi bor, can özümüzge amraqım. Özümüzden çıkanda ölemden ya xeyim xatardan qo'dash uchun şunun bilan bağlangan tarafı. Demek bir kısım var malga bağlangan, bir kısım var bedenning manfaatiga bağlangan. Manda narsa o neçik bölündendi. Bu bölüngendiken aşının bir kısmını ba'da anfusihim degan bo'ldi. Tabiiyazim mutabbitina ba'da anfusihim alal iman. Yani bir kısmını aş malga amraqlab qolgan aş kısmını imanға чың бекітіп, сабатыдан тұрғызырсың. Өзінің нәпсіде бір қысымını беріп отқанда. Bir kısmını berip atqandı. Yani ondan sekin buldum. Kişilerin nefsi okşaşamaz. Bazılar özünün hayatını birisi başka tıl kelgeni bekir. Yani bazılar tılın neçimden kessin, ben canını sakla kılay dedi. Ondan belki bir cihatqa, sarf qılındırıp qalsa, bu mal mülküm kapqasın ve özüm çıkıp ölüp birey dedi. Adam bulsun. Kerefte Allah'ın çağırıp yaxşı ötkümünü keyme ötkümünü ergende. Hani bazı adam var, zaten ben çıkmay buldu. Eskerliki bağmay var, bütün mal mülkümden yerimini birey dedi. Özüm qo'dab qilish. Bundan ki aş insanın nefsinin bir kısmını, aşı bulanmaydan kısmını, lanışıp kalgan, bulanmay kalgan kısmını çın müstahkem sabatılan turbuzuş üçün diyen mandik. Demek aşı malga, karta, aciz noktanı, lanışıp kalgan tarafını müstahkem kılıyor. Ya ki tatbite münafızın bunda tercih edilsekin buldu. Mal sarıp kılışkı boğan, omraqlıqını, şunu boğan, hevisini takımı müstahkem, güçlendiriş cihetten sarıp kılganı. Çünkü sarf qilgan sira insonning ko'ngli taqim ichilib, bundaki yan sarf qilishga aydakchi bo'lgan gap. Demak, bu yerda 3 xil tafsir bo'ldi. Va huwa ma'tufun 'ala al-maf'ul lahu. Maf'ul lahu hozir ibtigha. Allohning roziligini ko'zlab. Yani maf'ul lahu maf'ul li ajlihi. Yani lil ibtigha'i va at-tathbit. Allohning roziligini ko'zlash va o'zining nafsini muqim tavranmay qilib bekitish uchun degan ma'noda. Val ma'na va mithlu nafaqatiha fi zakatiha indalloh. Yani bu yer mazmun nima bo'ladi? Allohning huzurida pok, ziyoda yoki maqbul bo'lishida shunning qilgan nafsining misoli shuki, nimaga o'xshaydi? Kamatali jannatin. Cennet yani bustan, yani bağ bustan degan bu. Mushunda bir ahvolnanda, mushunda bir ahvolga o'xshatdi. Bu tashbih nima emas, tashbih murakkab. Tashbih al-muntaza min iddat umur yani yapawa. Yakin unda batilda, balag'atda tashbih tamthili. Udalqa bashar ibn Mursin ka'annama tara an-naq'a fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawakib. Ashunda bunda bo'lgan ahvolni, manda bo'lgan ahvolga o'xshatdi. Yani bir narsa o'xshab bu odatga bir nima? Tashbih.
Degan necha narsaning ahvolidan qo'rashtirilgan bir ko'rinishni ashunda bir xil narsa o'xshasa bu tashbih tamthiliydi. Ana kamatal jannati. Bu jannatlar deb qo'ying. Bu jannat nima ekan? Bir to'pilikda, do'nglikda, igiz to'pilikda ekan. Rabwa degan, hani igiz, to'pa, do'nglik, shu rabiya deymiz-ku. مكان مرتفع وخصها لأن الشجر فيها أزكى وأحسن ثمرا. شو إجزرك يا ده هواسي شوغان دكان كن شدغان هوال مش بدغان بوغان دكان دل درخنا يحشو سدكان وصول يحشو دكان بربوة عاصم وشامي. أنا تم ربوة دكان söz شخل أقولغان بقراءة ربوة bu bizning qiraatimiz unama hafsnan andan rubwa yana ribwa ibn abbas radhiyallohu anhu ribwa deb o'qitgan. Bu endi lug'atlandi. Shivila. Rubwa yana asim ashamga. Asim ashami. Asim ana hafsning ustozi unama shami mesela ibn amirga o'xshash sham qariyalari, ashqariylar rubwa deb o'qidi. Ana hafsima asimning kelgan bir rivoyatni bir rivoyat. أصابها وابل يعني bu taqa mushabbahun beyning hozir ahvoli taqa to'liq bo'lmadi, tugmadi. Bir bog' boston bakin izlikda asabaha wabilun. Bunga qattiq shaqirib yomg'ir yog'ib ketdi. Yomg'ir nima qilgan suv nimadan qinib ichgan ekan fa'adat ukulaha mevasini ravsanda odatda bir yilda bir degan usulni ikkisini berib turamiz. Yoki to'rttasini ukulaha yoki uklaha ya'ni kafni sakin o'qitma qiladi. Nafi'un ve Mekki. Nafi' ukla hada buqdi. Yana Mekki deganimiz Ibn Kesirga o'xshash Mekki qariylarining biri. Ve Abu Amr. Abu Amr mo bu ko'plik o'z kerak, ha? Mushula ukla hada. Da'fayn ishkasa mislay ma kanat tuthmiru qablu bisabab al-wabil. Ilgin normal yomg'ir yoqqan chaqilda bu odatda manchilik bo'lsa, yomg'ir shaqirab, to'kilib toz yoqqandan keyin bu burunga qaraganda ikkasi bir tutadi. Yani şikayet deganimizni ba'zi olimlar da'fayn degan shu da'fning o'zi shikayet degani bildirdi. Da'fayn degan yani to'rt asl degan bo'ldi deb qaraganlar bor. Fa illam yusibha wabilun fatallun. Buning ahvoli yana davomi o'sha. Qattiq shaqirib yomg'ir yog'ib ketsa, odatdagi shikayet usul ekan. Simsim yomg'ir yog'ib qolsa, qal degan simsim yomg'ir. Yani matarun sagirul qatri. Azaz tamsilab simsim yomg'ir yog'sa yakfiha likarami manbatiha. Bu az yomg'ir asli tuproqni sazo'g'ashqa, do'nglikda, havoliq joyda isim qo'ygan ekan. Bu az simsim yomg'ir yog'sa-mu, ashi yetarli bo'lib, raus usulurdi. Yani ikkisi bir ketmasmi lekin birinchi so'zmi saz berdi. Endi hozir ashunda bir Allohning roziligini ko'zlab işidan chiqirib shunda sarf qilganlarning misoli oyinda do'nglikdiki ya'ni har ahvolda shaqirib yomg'ir yog'sin yo simsim az yomg'ir yog'sin har holda ya'ni eng afzal shaklda usul beradigan shunda bir baqqa o'xshatdi. Yoki bu o'xshashmadan mattala halahum indallohi bil jannati alar rabwa. Allohning huzuridagi ashunda kishilar ashunda mu'minlarning ahvolini igizlikdagi bog'bostonga o'xshatdi. ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل. Ularning yo jihizgan yoki azroq hajgan chiqimini shaqirab yoqqan yomg'irlar simsim yoqqan. Chunki kishilarning ahvoli o'xshashi mumkin. Ba'zi necha millionni sarf qiladi, ba'zida biroz yuz ko'y sarf qila oladi. Yo'q, har ahvolda bular niyat obdan mukofotlandi demak. وكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة. Simsim yomg'ir olsun, shaqirab yoqqan yomg'ir olsun, har ikkisi shu bog'ninki mevasini, usulini silgandek. Fakadalika nafaqatuhum kathiratan kanat aw qalilatan ba'd an yutlaba biha ridallohi ta'ala zakiyatun indallohi zaidatun fi zulfahum. Ularning qazdigan sarf qilgan mollarimi oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, Allohning roziligini ko'zlab xazlaydi ekan. Allohning huzurida qabul qilingan pak va avutib berilgan holatlar. Zaki degan muazzamni o'zi inshaalloh. Zaida fi zulfahum va husn halim inda. Alloh taolaga yaqin qilishda ularni texmi ziyoda yaqin qilgan va Allohning huzuridagi ularning ahvolining texmi yaxshi bo'lishiga ortiq asqatadigan bo'l. Bu yerda ashunda murakkab bir ahvolni murakkab bir ahvolga o'xshatdi. Bir necha tashbih deb bo'ladi. Bir tashbihlik ichida bir necha tashbih bor.
Vallahu bima ta'maluna basir. Allah Teala siz qilayotgan ishlarni ko'rib turg'uchidir. Yara a'malakum ala iktarin va iqtilalin. Yani az hajlanglar, jih hajlanglar buni ko'rib turdi. Niyatinglarni, ixlosinglarni bilib turdi. Riyoxorliginglarni bilib turdi. Demak, buningda targ'ibun va tarhib bor. Riyoxorlik qilsanglar bilib turdi degani bu tarhib. İxlos bilan az jih hajlasanglar degani bu targ'ib. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Biringlar uning bir big'i bo'lishini arzu qilib yaqtiramdi. Yawaddu degan yuhibbu degan ma'noda, lekin wudd degan hubbun ma'at tamanni. Arzu qilish bilan billa yaxshi ko'rish. Ziyoda ma'nosi. Wudd degan hubbun ma'at tamanni. Yani demek bunda vuddunun içinde bunda arzu kılış manası var. El-Vedud deb Allah Teala'nın Esma-Allah'ın insanın birisi. Bunu bazılar dedikken El-Vedud diyen seni sebepsiz, sen bir nas kütmezsin, yaxşı gördüğün. Demek yawaddu yani yuhibbu ma'at temenni. Yani sizlerin birinla ayında bir bağ bostunulab, munda bulab, netice munda buluşunu yaktıramdı, yaktırmaydı deyin yapma. Bu istifam hazır inkar. Herkes yaktırmaysılar deyin. Cennet bostan, bağ bostan dedik. Min nakhilin ve a'nab. Bu bağ amda nimeden tarkib tapkan bakiyansa xorma ve üzümlerdendir. Bularning tigidan o'stanlar, eriqlar ektirdigan. İnkar deb qo'ygan. Istifhamning turi bor. Tavbihi, inkari, taqriri degandek-a. Inkar degan Navdas yaxshi ko'rmaydi o'zini. Bunda mandaqlar yaxshi ko'radi. Rasululloh sodiqa masalan birisi men zina qilsam bo'ldi deb kelgan chaqda Rasululloh atuhibbu atardahu li ukhtik siya. Sen unga rozi bo'lmaysan degan gap. Atarda degan istifham. Sen mushini bunda bir ishni ağaçın sınırlığına, ananga razı bulamsan, yani bulmaysan degan gap. Sol tariqasi olsun inkari. Bu hamda so'zni ayna kuchli chiqargan narsa. Xudo aj'alal alihata ilahan wahida, bu inkar. Demek balag'iy uslublarni arab tilini mukammal egillash kerak. Arab tilda masalan fe'l amr desak, usul qudug'imiz bor. Fe'l amr 14 xil, 17 xil mazmunni keldi. Tahdid keldi, takrim keldi, u keldi, bu keldi. Shunama usul qudug'. Duq innaka antal azizul karim dedi. Udkhuluha bi salam. Vahachin keldi, fastadu degan. Jiqamda. Ma istifhammo har xil ma'noda keldi. Bu xuddi Uyg'ur tilida bir narsani manda istifham shaklida deganimiz bilan biz aslida nimachi? Ya taqrir qilmoqchi shuni. Yoki sen hergiz unda qilmaysan degan ma'noda demoqchi. Bu bunda arab tilining uslubi bu. Istifham inkari. Hech qaysinglar uni yaxshi ko'rmaysizlar demoqchi. Nakhilin va a'nab. Bag'ning ichida asos meva nima ekan? Xurmo uzumki. Yoki bu bag'ning ichidagi eng isli xurmo bilan uzumki. A'nab jama'inaba. Shunama? Bu agar mevasi. Yani tal deymiz bu. Talning mevasi bu. Lekin xurmo degan cho'ma, nakhil degan bu daraxt. Demek onun mevsini xurmo deymiz. Hozir hamda olim deydigan, bu Qur'on Karimda ko'pincha davomli ekilishda xurmoning mevasini qilsa, daraxtning gapini qiladi, mevasining gapini qilmaydi. Ammo uzumning gapini qilsa, mevasining tilg'alida, shexining qilmaydi. Nima uchun? Olimlar debdi, chunki talning o'zida xurmo daraxtidek unda jiq manfaat yo'q. Xurmo daraxtida, daraxtning o'zida mevasi bor, shunda foyda bor. Xurmo daraxtning o'zida nurg'un manfaatlar bor. Bir hadiste müminge okşatkanı var o. Bu müminge okşatsan bu 10-15 xil cihattan okşaydı iken müminge. Abi bizim mesela bu etraftaki ziraatlığı sahaya düşürüp bir şey yaptırmaydı ki. Başka ziraatının suyunca işi olmaydı iken. Her 6 ayda böyle mesela meyverip durdular ya bir yılda. Ukulaha kullahinin bi idni rabbiha. Cık tarafından bu tahlil kıldı iken. Ben aslında paydalan kul oldu iken. Şeyh adamın payı layas kutu var koya. Gazamı düşmeydi. Şamanlık göz ilgili olmaydı. Gülüp nokuk etmeydi. Yağaç serkili oldu. Gazamının serkili oldu. Bana bizim paydalan oldu. Şunda bir müminin koşardan bir derek oğaçka. Bu derexinin tılgalıdı. Üzümün olsa mevesinin tılgalıdı. Fiha yani fil cennet. Min kulli samarat mana başka mevsim bakiyen mana ama başka türlü mevladım var edi. Yuridu bu samarat el manafi allati kanat tahsulu lahu fiha. Demek aş bağda her türlü aş menfaatli kulu kilitdi, usul ilinitdi deydi. Ev anna nakhila vel anab lamma kana akrama ash-shajari ve aktharaha manafi'a khassahuma biz-zikr. Yaki manda segmendu. Nakhil ve anab dedi bunun rummanı var mesela. Oğun tavzın bağdı bir. Türlü mevli var. Alma mesela. Lekin üzüm bilen xurmo mevlaning eng isili, eng saz mev bo'lg'achqa, foydasi jiq bo'lg'achqa buni alayda til qildi desak bu bo'ladi. Xuddi bu mushu
ikki mevidillam tarkib topgandir. Mush ikki xil daraxtdan tarkib topgan deb qo'y. Va in kana muhtaviyada sayr al-ashjar tagliban lahum ala ghayrima. Endi bu yerda taglib ma'nosida kelib. Mavi eng muhim, eng isli daraxt bo'lgan ekan, boshqani ashuni tavaf qilayotgan taglib. ثم أردفهما ذكر كل ثمرات عندن شكل تلقى بوغان نيكن عندن باشت مولان تلقى الداري من كل الثمرات باخذنا yani bunun ahvalını taka devamı var. Beği varken, onda şunda hurma, üzüm, başka türlülük meyveli varken nurgun, nusullunu aldıken bu. Ve asabal kibar. Halbuki onunla nimbulıp da kırılık yetip kaptı. Yaşınıp kaptı bu adam. Ve ma'nahu en tekun lahu cenne vakat asabal kibar. Demek bir beği var, beği bulup onun kırılık yetken buluşunu arzu kılamdı o. Yani onun aygı var taka. وَالْوَافِيفْ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَةٌ yani taka onun kırılık etipti. Onun uşak balları varken, küçük balları varken. Evladın sıgar lil halaydın. Yani bunun bir ahvalın. Başında bir halette buluşunu yakış göremde olaydı. وَالْجُمْلَ فِي مَوْدِ الْحَالِ مِنَ الْهَاتِ أَصَابَهُ yani وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَةٌ diyen muş cümle asabahu diyen ki hu diyen kişiden hal yani. Şu kişiye hazır beşiğimizde kelgen, onda adamken uşak balları var. Aciz, biçare balları varken. Yani o perviş kılışkı muhtaç balçakları varken. Yana andan فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ muşunda halette biz oylap baksak onu bu yaşanıp kaptı var. Uşak balçakları varken. Osul aldığım beği var. Şu çağdan da bunda bir halette bu beği veyran buladı. Asaba asar. Muşunda haletten bu adam bunun başka işlep tapıdığın kirimi yok. Acbağda aldığı usullan özüne ve ballarına bakmak için. Şunda halet tutulsa, şunda alan bir kuyun yaki cüdün kiler bunu köydürer dedi bal. فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ İ'sar diyen nima? Bu kuyunun. Yani cüdün desek mi? Yağmur, arlaş, şu buran çıkıp, kim çökeleydiğin şamallı var o? Kuyundan da kuyuna. Çökeleydiğin kuyun. İ'sar diyen nima için i'sar da batılgan? Çünkü kiyimini de sıksak, bunda yürgeyimiz var. Bu da yürgenlik asir oldu. Şamal yürgülep. Bu şamal mı? Yürgep bunda kelgendiken, bazı yürgep jinasin maşinini götürüp üstüge asmana çıkıyor. Yani bir şey yapıp bökke taşıydı. Ya ki üstüge nazını taş şuruşu mümkün. Sen kalırsın geldim de şu kuyunu kaldık. Siz belki tolla anlatıp geldi daha bu. Kaşlarının kızlarının gibi bak ses konuşu mümkün. Erlerinin ucunda bakın ki. Hadir kadar unutmadan mı ki? İ'sar desek yani buna cüdün deme. Hadir anda asir dese, mesela i'sar katrina dedi. Ama i'sar dese cüdünün. Cüdün degen nima? Qattiq bo'ron bilan yomg'ir yig'ayotgan mushunda daraxtni o'yinni qo'marib ketib qolgan musha ahvol shu. Uyg'ur gapiga cüdün degan. Ha? Kuyun bilan bir qilganda Cüdün degan, hadir degandek. Cüdün degani bo'ron chapqon, yomg'ir yig'ayotgan, shu suv chaqirib kelkin kelayotgan musha holatda cüdün deydi. Cüdünni tutdi deymizmi? Demak, mush quyin hamda. والجملة في موضع الحال من الهاء في أصابه فأصابها إعصار ريح تستدير في الأرض إعصارını şöndürükten, kuyunu şöndürüyordu dedi. Ziminde bunda cümle çögüleydiğen. ثم تستطلع yaki tatla dedi nahve sema. Ondan asmanı örlep çıktı dedi. Kel amud. Ne olsun mümkün. Nahve sema dedi. Kel amud. Bu Türk'e okşaş çıkılap asman tarafka örlep çıktıgan. Fihi aş kuyunun içinden bakın nar ot bakın. Kuyunun içinde ot. Yani fihi yani ad-damir lil-i'sar yani fil-i'sari narun. Nar marfu oldu bil-zarf jara zarfu vasfan li-i'sarin. Demek ki bu nar azı xuddan da i'sarın sütüge oxşagan ki i'sarun deb kelgan bu narun deb kelgan. Aşın içinde olgan ekan. Xudda lapabidagi olgan ekan. Fahtaraqat nima al-janna. Ondan bu kuyun içinde ot va kuyun kelib, paras burisi banamni ko'ydirib, tal, yoki xoma anju, analarimiz kelib. Bu odam yashinib qolgan, o'sha balchaqlar va hali. Bu ahvolda tasavvur qilsak, bir odam ashunda bir holatda, beshig'imda bir kunning kelishini yoqtiramda, hargiz yoqtirmaysizlar deyinga. Kuyunda ashuna o't keldigan ahvol bor ekan. Nima uchun desa, bu havo masalan, a tarafdan kelgan bir havo bilan ma tarafdan kelgan bir havo yoki shamol, ikki shamol shunda uchrashsa, bu quyun hosil qildi ekan. Quyun hosil qilsa, buningda ba'zi gaz paydo bo'lamiz. Anki anda bir tarastirish qilib o't chiqadigan bir ahvollar. Ya u o'rmonlar o'tkiz chaqmoqdi bunda. Ma'lum shunda gaz paydo bo'lib, ma'lum bir o'zgarishlardan o't chiqadigan ahvollar.
Türkünü şarkılıp payda aldığını. Zararlanıp ha. Demek yani bu muşunda emniyetli bo'lsin yoki misol qilgan chog'da bir masalada o'tdiqqa misol qilgan chog'da unda bo'lmaydigan narsa misol qilib bo'ldi. Bunda o't elektrdan quyun bo'lishi mumkin. Unda bo'lmasa unda bir narsani tasavvur qilinglar. Shunda bir quyun o't ekilib, bani kuydirib qilsa, siz qiroatda o'sha bo'lsa qilinglar. Da o'tirib qilishni xohlaysizlar? Yo'q, hargiz xohlaysizlar. Bu tashbih murakkab, tamthili. Qanda desa, "Va hada masalun liman ya'malu al-a'mal al-hasana riyan." Nurgun yaxshi ishlarni riyokorlik bilan qilib turadi. Fa idza kanat yawmul qiyamati wajadaha muhbata. Qiyomat kuni shuna qarasa, bu ishlar hammasi bekor bo'lib ketgan. Hech nima qilmagan. Savob erishimga holatda tushirdi. Fa yatahassaru inda dalika hasratan hasratan man kanat lahu jannatun jami'atun lis-thimar fa balagal kibara wa lahu awladun da'afun wal jannatu ma'ashun. Qiyomat kunida ash qilgan butun amallarining kakammaganligini ko'rib hasrat qiladi-ku. Bu odamning ahvoli nima o'xshaydi bo'lsa, qirib qolgancha ushab qildir va tajribatga muhtoj holatda asos qayndigan turmush manbasi bo'lgan beg'i shundan paraslab ko'p ketsa, Abdullah deb hasrat qilgandek, endi hasrat qilishni o'xshatadi. Demak, biz sa'iqa degani o'shada nima? Chaqmoqdagi, guldirmama deydi, guldirmama sa'iqa. Shundan shu guldirmamada chaqmoqni qildi. Shundan halok bo'lib ketgan ahvol deydi. Lekin bu bir tafsir hamda. Ibn Abbosning kelgan bir tafsirda bunday debdi. Bir odam yaxshi amalni qilib, kelib, o'zay deb qolgan chaqda gunoh qilib xuddi bu butun qilgan amallarni nachar gunoh ma'siyat bilan tamomlagandek. O tushkun ro'za tutib, vaqtida qildi degandek. Bunda bir ahvol debdi. Shuni o'xshatdi. Yana bir rivoyatda bu savoblik ishqa taki eng muhtoj chog'da ahli shaqoning ishini qilib, undan unda dunyodan ketib qolsa, shuning misolidir. Hazrat Umar bu shu oyatni unda nimdab bunda nima bo'lsin toza qolmay qoldi ekan. Qolmay qilib, ham suhbatlardan shu sahobakat sahobalar bundan so'raydi ekan. Ma oyatning tafsirini dangla desa, vallohu a'lam. Cevap verdi. Ya bilimiz ya bilmemiz danglar. Yani ki İbn Abbas kubab mening kallamımda bir nima kelyapti-da sen deb baqqan o'zing tun chaqlamaysan diye. Yani ki bu mushunda umr bo'yi taat ibodatni qilib, ondan umrning oxiriga borgan chaqda savobga eng toza muhtoj bo'layotgan bir paytda nasihatni qilib dunyodan ketib qoladi. Nasratga ketib bo'ladi. Bu shuning misoli debdi. Demak bu amallarni xuddi bekor qilayotgandek. الإبرة بالخواتيم. شو وقتم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا بالدوقنا. Loz bu Janubiy Asya maqbaran qasiyat mutasarrifda bilan. Riya bilan minnat qilib, aziyat verib qiladiganning misol. Chunki yaxshini qilib bo'lib, bu keyin bir muddatdan 1 yildan keyin 10 yildan keyin bo'lsa, uni mintin bir qilib azab olsa, qilgan sarfsini savobini ko'ziribdi degan. Demak, sizlar ashunda bir odam, ashunda holatda bir odam bo'lishni yoqtirmaysizlar. Shundami? Undan keyin siz sadiqlaringni ashuna minnat bilan, aziyat bilan bekor qilib qolmanglar deydi. Kedalik yani yuqorida bayon qilganimizdek, yubayyinullohu lakumul ayat. Alloh taolo sizlarga tavhidga, diyonatga mushu oyatlarni bayon qilib turdi. Balki sizlar tushunib, yetib, amal qilib qolasizlar, ogoh bo'lasizlar degan umidda. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Ey iymon etganlar, sizlar topgan mol dunyolaringlarning eng poklarini halollardan sarf qilinglar. Endi yuqorgi oyatda qanday shaklda pul sarf qilishni bayon qilgan. Minnat qilmay, aziyat tegilmay sarf qil deganda. Endi bu oyatda nima dilni sarf qilishlar, qanday narsani sarf qilishlar deb sarf qilgan mol dunyoning jinsini bayon qilyapti. Min tayyibati ma kasabtum. Tayyib so'zning o'zidan oyatda nurg'un ma'no o'ziga oladi. Pak, xushbo'y degan ma'nosi bor shunami? Tayyib degan masalan atrof tuproq deymiz-ku. Antum shunda halol degan ma'nosi bor. Jiq ma'nosi. Yani yerda min jiyadi maksubatikum sil topgan mal dunyolarning eng islini deydi. Yaxshilarini, sazlarini, xillarini deydi. Endi yana halol degan ma'nosi bor. Tayyib degan. Halollardan sarf qilingan. Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa fi dalilu wujub az-zakat fi amwal at-tijara. Bu shu oyatda ticaret mal mülkü mesela dolar, yen mesela, bunda pullarda altın kumuş ticaret kılarken bolsa, şunda zekat kıldığanlığının delili var. Zahirinde belki onun zekat kılmayı diyeceğim. Ha şu urud ticaret. Ve mimma akhrajna lekum min al-ard.
yana sizlarga zimindan biz chiqarib bergan shunda tayyibatlardan sarf qilinglar deydi. Bu zimindan chiqarib bergan narsa nima? Ziroat masluğun don, bog'ning masluğun mevchilar, ma'dan, qosh teshi deymiz masalan, ha? Va mimma akhrajna lakum min al-ard. Qosh teshi shuni kirdi. Nipet va gazarmiz. Butun ma'danlar. Ana filmning mushuni tayinib, emminasini kildi degan. Demak, hozir mushu oyatda mimma akhrajna lakum min al-ard deganda ziroatninki usulning oz bo'lsin, jiq bo'lsin zakat qildi Abu Hanifa uchun dalil bor. في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره زكاة العشر نما يعني عشر نصف العشر يعني أول قرب بلدان لكن أزوجهم كيلو ده جمهور 5 أوسق ديان مكتاني بكتودا أبو حنيفة için şey delil var ki yana bu ayette "Mimma akhrajna lakum min al-ard" degan mushunda mesela birisi bir zaminni terilg'iyani ijara bergan bo'lsa ijara og'uchi terildanmish tamam usulni shu oladi. Demek zakatda shu usulning zakati kim qildi? İcaraga og'uchiga qildi. Lekin zaminning egisi shu, andan shu ijara pulni topshirib olgan bo'lsa, u pulni o'zining yangi pul qatib, andan ishga 1% zakat o'tadi. Ba'ana ayıqdan chiqdi. وَالتَّقْدِيرُ وَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ وَمِمَّا degan وَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا أَخْرَجْنَا atf bo'lgan ekan o'sha ma'nosi bor. İlla ana huzifa li zikr at-tayyibat. Tayyibat deb qo'ygan ekan, atf qilgan ekan, tayyibani takrorlab yurmaydan va mimma dedi. Ya'ni zimindan chiqqan usulning tayyibatlarni sarf qilgan. Yakan tayyibatlarni ayirib sarf qilmasanmi normalanda adaqa nami qildimda uddallarning banasini muammasini aralash holatda udul kelishchi nima qilinglar degan bo'ldi. Ammo shu eng eslini o'zing olib qilib, eng nacharlarni sharqishda tashlab turgan dallarni undan qishloqdagi aynan gurujdab zakat qilasan. Yoki mevchini odam yig'ilmaydigan unda tasdiqilgan qo'g'on, ba'zi tavizning adaqa so'ymaning o'xshamaganlarini sanablar halab qilibdimizga. Ayindalarni undan mana zakat qilishni aslatib zakat xodimlarga, kadrlarga uni topshirib bersan bo'lmaydi dedi. Wala tayammamul khabitha wala taqsudul malaradi. Demak, shu mamlukning zakatini bermoqchisizlar. Zakatni bergan chog'da eng nachar o'zinglarda odatda birisiga qarzonlar biznasiga hisoblab berib qolsimi, uni qatti og'linmaydigan. Buni nacharni zakat hisoblab unda bermanglar dedi. Ya'ni tayammum degan yani qasd yani. التيمم القصد sonra teyemmümde qasd turab ya qasd cinsin tahir min al-ard degandek nima ta'ammamu deb qiramiz amma deganmi maqsad qilgan minhu tunfiqun sizlar ay nachirni tanlab ashundan sarf qilib turolmanglar yani tunfiquna minhu lekin yani minhu tunfiqun ashundan hayzaysan aytan tunfiquna minhu olsa biraz yengil lekin minhu tunfiqun boshqa isimlarni bermay zakat qilib nachirni ham shuni ilg'ab qo'yib ashundan biraslar bunda qilsam bo'lmaydi dedi taxussunahu bil infaq ama arlashib qolsan biz tag'ani ichida ancha masalan nachirlarni arlash bunda holat o'zi mayli bu kelgancha lekin hammani tasqab ilg'ab olib qo'yib nachirni shundan zakat qilsam bo'lmaydi. وهو في محل الحال منه تنفقون والحال يعني ولا تيمم الخبيث منفقين يعني سلا سرقيغا حالتыңlarda начирдан таллайдыган болмаңлар أي مقدرين النفقة سرقيغا narsa aşınlarını belgilomаңlар halbuki ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه bu mahalında وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم sizlarga bir elishini olib qolsa boshqalardan oshunda bir man akab qolsa olmayman buni deb turib oltinglar faqat uni bo'pti mayli olib qo'yay deb ko'z yumib mayli deyotgan chog'da olib qo'ydinglar lekin normalda olmaysizlar buni illa bi an tatasamahu fi akhdhihi wa tatarakhasu fihi mayli deb qolsanglar bo'ptilar deyib qolsanglar elitgan bo'lmasa odat olmaydigan bunday narsani atoatdan jug'lab qo'yib bundan zakat qilamanglar min qawlika aghmada fulanun an ba'da haqqi falana haqqdan ko'z yumdi bo'ldi qilyapti degandek ma'noda ida g'adda basarahu ya'ni demak ko'zni yumsa misha tug'maydi fihi abasarakum degandek bir nima bo'lmishadi va yuqal lil ba' aghmad xuddi masalan bir narsa sotgan chog'da sal bir narsa qo'shib ilib olgan chog'da do'konchi norozi bo'ldi qilyapsizlar deymiz-ku shu bo'ldi qilib o'tishdi iborat ko'z yumslar degan ma'noda ay la tastaqsika annaka la tumsir ko'maski salatlar degandek unda ching turilib ko'chlab undan o'qib turibmizlar mayli deyapsizlar degan ma'noda va an ibn Abbas
radiyallohu anhuma kanu yatasaddaquna bihashf at-tamr wa shirarihi fanuhu anhu. Yani kişiler bu sebebin özüge okşaşımdı. Kişiler, sahabeler qanday qilibdi? Qavmining eng nasharlarini, deymiz hashbini. Küçük mesela azima ürüklüdüm oyundalık bağı, gülününki yigilmaydigan shaharlar var. Shunga o'xshash bir qavmdi bu. Ta'limi yo'q, go'shimi yo'q. Hashatga aslida konisi nachir degan bo'lgan. الحشف البالي دبغوا من القسم كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكناتها العناب والحشف البالي وشرق شلانınki jürikini bu şarq şlanın jüriki en yeşil qılamış. Şarq şlanın jürikini nimga o'xshatadi? Chilam bilan mushu hashafil bari. Nachar qo'mi quruq shaqavlab ketsa, endi bo'ldi ekan. Endi alatga o'xshatadi. Quruq ham böyle altini. Ratba alti chilamga o'xshaydi. Quruq alti hashafil bari o'xshaydi. Va lamu annalloha g'ani. Bilinglarki Alloh taolo baydur dedi. Yani sizlarning sadiqlarning muhtoj emas. Amaliyotda o'zining foydasi bor. Hamidun mustahiqqun lil hamdi aw mahmud. Yani hamdu sanoga haqli. yoki hamdu sano aytilib turadigan. Undagi hamdu sanoning jumlasidan nima qilishing kerakda? Sen Alloh taolo sana ne'mat qilib bergan ash mol-mulkning issillarini bir qismini sen Allohning yo'lida sarf qilishingmi hamda aytishning jumlasidan-da. Sen shunday qilishing kerak. Endi g'ani va alamu degan so'zda hozir ya'lamu degan so'zda bu yerdan bir dartmi? Ashu taylikka bo'lmoq. Ya'lamu degani bilinglar degani xuddi sizning o'sha zakatni topshirgan vaqtingizda ubdunni bergan nasibni berishinglar xuddi Alloh taolaning sha'nini bilmay nadonligingizdan bo'g'ashma. Endi bilinglar. Alamu annalloh g'ani emas. Bilsanglar da qimmatinglar. Bu sizning bilimsizligingizning alomati demak. Chunki uning oxiratda savobini o'zi olibdi. Bu hozir nadon bo'lg'achqa nasibning badeli. Ash-shaytonu ya'idukumul faqra. Sizlar nasibni bertiniz nima? Bunun sebebi nima? Xuddi bu oyat hozir shuning sababini bayon qilayotgandek. Sizlar islini yap qilib nasibni bertinlar. Bunun manbasi nereden kelgan narsa? Shaytondan kelgan narsa. Chunki shayton sizni qo'rqitib turgan, vasvas qilib. Sen yaxshini bervatsan, nasib qilsa, satanmaysa, namratlashsa, qattiq kunga qolsa deb qo'rqitdi. Qo'rqatgangan ubdunni qilib jiqrab qilib setolay. Mana shundan qutulay deb bilgan. Ash-shayton ya'dukum al-faqr. Demak, yuqorqi ash qilmishingning sababi nima? Shayton sizlarga namrat ulab qolsa, u bu deb unda va'da qiladi dedi. Yo'q, qo'rqitdi desang, tahdid soladi deydi. Ya'ni degan va'd degan mishada yaxshilik yomonlikqa ishlatiladi. Yaqullukum inna aqbat infaqikum an tattaqun. Yani xejla va sanlar ubdunni berbatsanglar, namratlashib qolibdinglar deydi. Wal va'du yustamalu fil khayr va shar. Demak, va'd mishada yaxshilikmi yomonlikmi tahdidda yoki yaxshilik va'da qilish ishlatiladi. Shar'a bo'lib qolgan nima? Al-va'du fil khayr wal va'idu yoki al-i'adu fi shar deb bunda bir nima bor. Lekin amaliyotda lug'at nomida ishkilishga ishlatildi bu. Bu asli tegida anda ishkilish ishlatilgan bo'lsa-da, ishlatib kelib ma'noni ishlatilgan bo'lib qolgan. Lekin amaliyotda ishkilish ishlatildi. Yoki va'da qildi desak bo'ldi o'zimizdan. Yoki boylikni va'da qildi, kambag'al bo'lib qolmaysizlar. Nasibni bersangiz va'da qildi desak bo'ldi. Va ya'murukum bil fahsha. Va sizlarni ajinda sat ishlarga buyurdi dedi. Ya'muru misal yughrikum alal bukhl. Hozir fahsha degani baxillik, qisiliq ma'nosida debdi. Va man'a sadaqat igra al-amir lil-ma'mur. Xuddi bir farmon tushirgan birisi va ondan u farmonni boshligida qabul qilib ijro qilgan bir ma'mur va shunda degidek endi bunda qildisi bu boshligida planga ijro qilgandek bu shaytonni musallat qilib ketgan. Xuddi bu hamda shu buyruqqa holatga kelib qolgandek. Avo buyruqni ijro qilgan qulga aylangandek. Bunda bir ahvol. Shuni ya'murukum dedi. Demak, yughrikum alal bukhl. Sizlarni qisirlikqa qiziqtirdi dedi. Zakatlarni bermaslik qiziqtirdi. Xuddi bu qiziqtirish shu buyruq tushirgan odam qo'lasligini buyruqni qilgandek holatda qiziqtirdi. Wal fahishu indal arab al bakhil. Adat baxilni qisqini fahish deb atadigan ish bakin. Bu hamda fahsha deganda buxil ma'nosida deb tafsir qilgan ahvolda. Lekin fahshani nochar qabih ishlar desak, bunun ichida o'sha butun ma'siyatlar, zina, fohish hammasi kirgitdi. Sizga faqirlik nima deydi? Unga qatib lana zina, fohish, ma'siyatlar nima? Shuni qilishga buyurdi desak, yana bo'lardi. Shuning ichida ham qisqirqim bor, sat ishlar.
Vallahu ya'idukum mağfiratan minhu ve fadla. Endi Allah Taala bolsa, sizlar pul xejlisanglar, xejdanglar deydi. Xejdanglar, men mağfirat qilaman, sizga o'z fazlimdan, ya'ni katta mol dunyo rizq ato qilaman, oxirat bo'lsa, ayında jannat martabalarini berma deydi. Fadla yani ve an yuhlita alaykum afdala mimma anfaqtum. Allahumma a'ti munfiqan khalafa ve a'ti mumsikan talafa deb farishtalar duo qildi degan hadis bor. Ve müşahada fadlan yani onun o'rniga onun ortiqroqini o'zining fazlidan desak bo'ldi yoki uning ortiq yana o'rnini to'ldirib bunda jiq berib turdi desak. Yoki mag'firatmi bor, oxirat savobmi bor, dunyoda yana uning o'rniga yana berish bor. Shunga mag'firatan minhu deganni oxiratda gunohdan mag'firat qilib o'tish desak bo'ldi. Fadligan dunyo bilan uning o'rnini to'ldirib turdi degan desak bo'ldi. Ikkinchisi oxiratning desak bo'ldi. Vallohu wasi'un yuwassi'u ala man yasha'u alimun bi af'alikum wa niyyatikum. Ve bu bir xil targ'ib va tarhibdan iborat. Yu'til hikmata man yasha. Alloh taolo hikmatni xohlagan kishiga beradi. Hikmat degan nima? Ilmul Qur'on va sunna. Bu har xil ashunda rivoj bo'ladi. Ba'zilar to'la shug'ullanib ketdi deb turibdi. Ya'ni bizda bino deb turibdi. Lekin buni endi mahsul nima desa, bu endi ham ilm, so'z, harakat hammasini puxta. Ham so'zlarini qilish iborat. Hikmat degan ihkam, mustahkam qilgan, puxta qilish degan ma'no. Avval ilmun nafi' nima? Ilmul Qur'on va sunna, avval ilmun nafi' al-muwassil ila ridalloh. Allah Taalaning roziligiga yetkazadigan foydali ilm va shu ilmga amal qilish iborat. Mana hikmat degan shu. Wal hakimu indallohi wal alimul amil. Allah Taalaning nazardagi hakim nima? Amal qiladigan olim, bilimga amal qiladigan olimdir. Wa man yu'tal hikmata, kimga mush hikmat berilsa, ato qilinsa, yu'tal hikmat dedi. Wa man yu'taha dedi. Shunama? Yani hikmani hozir yana tilga oldi hozir. Asli damir akasi bo'ldi. Chunki hozir yaqinda oldimizga o'tib ketdi. Yu'til hikmata man yasha va man yu'taha bo'ldi. Lekin yu'tal hikma deb hikmatni akaldi nima uchun? Buni aytdi ko'ngil bilashga arziydigan shunda bir alohida bir narsa admi? Ahamiyat bildirish. Va man yu'ti Yaqub, yani mabni lil fa'ila, mabni lil ma'lum alta akatdim. Va man yu'ti. O'chada nima bo'ladi? Va man yu'tihillahul hikma. Shu arabcha iboratda uslubda bunda bormi? Alloh taolo uningga hikmat bersa, qanday bir kishiga degan bo'ldi. Yaqub qarilarning ichiga Yaqub shunda qiraat qildi deb. Va man yu'ti deb. Yu'tamas, yu'ti. Yu'ta mabni lil majhul da, ma'lum mabni lil ma'lum o'qdi. Andan buning maf'uli chu mabni lil ma'lum bo'lganki, maf'uli nima bo'ldi? Man. Man mishada maf'ulun bihi. Ve men yu'tihillahul hikmet degan ma'noda bo'ldi. Faqat utiya khayran katira. Qanday bir kishiga hikmat ato qilinsa, bunda foydali ilm, so'z, harakatlarda to'g'ri puxtamanadigan bunda bir ilm ato qilsa, utiya khayran katira. Bu nurg'un yaxshiliklar ato qilingan bo'ladi. Ve men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din degan ma'no. Yufaqihu fid-din degan bu hozir bizning ilmiz zohir mushkulama emas. Tun hamma fiqh demak. Kul akbar, kul asgar, kul akbarning nisbatlari nima bo'lsa, shu ashum fiqhdan aqidami bir xil fiqh. Ma'rifatun nafs ma laha va ma alayha dedi. Bu fiqh umuman. Khayran katira, tankir. Khayran katira nurg'un katta yaxshilik. Bu tankir nima bildi-da? Ta'zimni bildi-da. Ay utiya khayran katiran demakchi. Utiya khayran ay khayrun katir demakchi. Yani o nurg'un yaxshiliklar ato qilingan bo'ladi. Va ma yadhakkaru illa ulul albab. Ana mush vaz nasihat, mush oyatlardan, mushlardan foydalanganligi faqatlam aqli joyida bo'lgan, saq aql egilari bundan foydalanadi. Vaz nasihatni qabul qila oladi. Avul ulama al-ummal yoki amal qildigan olimlar, ulul albabni endi nima qilsak. Ulama deb qo'yibdi. Ya ulama al-ummal. Allama degan qanday odamni allama debdi? ilmu kamalat ketib amal qilgan Allah nasqa. Mulla tabqoqni debdi. Olim dedim allama degan kitobni o'qitib, unda biya kelgan chog'da bir savol kelib qoldi kallamizda. Ma'na bunda debdi, ma'na nima bo'ldiki desa,
bu Allah'ın qanday qildi? Maktubni mushuni yazsam, hozir o'quvchining kallasima kirdi deb qach uning javobini aqidillam. O'qurmanning kallasiga kirdigan tasavvurga qach javob berib mangdiganni Allama. Shuni ta'allama deb qo'ydi. Biroq buni endi ko'nglikni joyidan qilsa Allama deb qo'ydi. Mubalagha. Bahata, rahala. Bu ta nima? Sal mubalagha. Akshi ishlatiyordi buni. Ulul albab dedi. Bu da ulul albabning mishada azal vad olma az-zahir mavdul mudmar dekmişler. Yani o ma zekir illa hum disim bo'lta shu o'ta xayran katira ya shul dekan. Lekin mishada aql egillarni alayda, yani ulamani alayda atib bun. Asli damirlar akasin bo'lta. Ashularlam buni faydında dis bo'lta. Ashularning o'rniga endi aql egillari olimlar deb yana dedi. Nima uchun? Aqlli joyda kallasi ishlatilgan, tafakkur qiladigan ulamalar bu hakikaten yani qayta biz tilga olsakmi zikr qilmaydigan bular. Yani müşahede hazır baba zekir illa ulul albab'dan bağırmışım daretmi varmışlar. O da bu sizler müşahedin faydalanıp müşür böyle iş kılanlar, heyzanlar demekçi. Çünkü hem adamın akıl ilgisi aynı ubdadan boğusu var o. Yani demek da sen aşında kıysan akıllı aynı sad adam bulalaysa yani ki bu bir xıladır tergib qilishni iborat. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Endi yuqorqi oyat bilan ma'no munosabati nima? Yuqorqi oyatda Alloh yo'lida pul sarf qilishning gapini qilgandi. Shu hukmini bayon qilgan. Shu misol berib o'tgandi. Endi hozir qanday yo'lda bo'lsin, Alloh yo'lida yoki shayton yo'lida, az bo'lsin, jiq bo'lsin, ma'siyat bo'lsin, taat bo'lsin, qanday pul sarf qilish bo'lsin, shuning hukmini umuman to'xtaladi. Wa ma anfaqtum min nafaqa, hozir sigatul umumini. Jumla ataradiyada kelgan, yani aslında Alloh yo'lida pul joyida minnat qilmay, aziyat qilmay, jihad qilgan odam, aqli odam degan. Endi bu oyat qanday yo'lda, nima maqsadda bo'lsin pul xarjlash to'g'riliq kelgan. Va ma anfaqtum min nafaqatin, qanday bir nafaqa sarf qilsanglar deb. Alloh yo'lida bo'lsin, shayton yo'lida bo'lsin, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, taat uchun bo'lsin, ma'siyat uchun bo'lsin, aw nazartum min nadrin, yoki Allohning taati ya ma'siyati uchun bir nazr qilsanglar, fa innalloha ya'lamu. Allah uni bilib turdi. Uni mahfuz qilmaydi. Demak, bilib turdi ekan, uni sizlarga shunda savob yoki jazo berdi. Yani nazr degan so'zni undaqda asli bu xavfdan kelib chiqqan. Shu inzarmi agallantirish qo'rqitishgan bo'ldi. Asli xavf. Nazrni nima uchun bundan nazrlab otadan shariatda esa, bu odam o'zi ba'zi bir gunohni qilib solgan, ba'zi bir ibodatni qilolmay qolgan. Undan mushun qator jazo uchrab ketishdan qo'rqib, qana qildi. Manchki ro'z tutma, manda sadaqa berman deb nazr qildi. Yoki hamda biroq xatarga yo'liqishdan qo'rqdi bu. Tijoratda vayron bo'lib ketishdan qo'rqib, sonlar nazr qilgangan. Men o'sha tijoratimda foydalansam, manda sadaqa berman dedi. Bu shuna aslan durust qo'nadi. Durust, lekin durust bo'lgan bu taatda nazr qilsa, uni ado qilish vojib. Ma'siyat ishni qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, uni qilmay kafarat qilish kerak. Nazr hamda bu, o'sha shariatdagi nazr shu hamda. Ammo bizning vatandagi nazrlar emas. Masalan, ayoli tug'moqchi ekan, doktor o'g'il qizni deb qo'ymanki, agar ayol o'g'il tug'ib qolsa, men qo'ysayman. Yoki masalan, manchki ro'z tutmagandek bu nazr bo'ldi. Odatda o'lib ketgan ota-onalarga qilgan nazrim bor. Ota-onalarga bir go'raza bo'lib qolmasdi, do'zax azobi bo'lib qolmasdi, shunday insirab turib qiladigan vo'g'allikdan nazr deb o'tilgan. Yani asosda aslında bu burun aslında maqsad qilingan sadaqa bo'lishi mumkin. Yani bu kambag'allik va tomoq tayyorlab shuni rizolantiray, buning savobi ota-ona yesin degan bo'lsa, asosda bu oxirida berib, kishi yetisi deb bunda ishni qilmasa bo'lmaydigan deyaga kelib qolmoqchi. Yani unda sadaqa qilish umuman u to'g'ri ish. Merosni ko'ydirib o'tmasdan, ammo o'zining yonidan chiqarib, yo o'zining sevisidan sadaqa qilib, kambag'allik tomoq yegursa bo'ladi. Boylik yegursin mayli. Boyligini chaqirdi deb turasi bo'lmaydi. Boyligini mehmon qilib, o'zining mehmondo'st bilan tomoq yegursa, musulmon qarindoshi tomoq yegursa savobli qilish. Kambag'allik ham shart emas. Ammo sadaqa deb qilsa, kambag'allik qiladi. Aşanda büyük savabı yazsın da başında tamak yiyirse bu savablı kış. Ama Allah'ın günü, Pustağın günü 3'ü 7'si 40'ı jilli de bunda günü bektirilişine bir de tehlike aldım. Bunda bir bektiş bulmadan ekan. Bu hamda bir xil millatning urf-odatidagi aylanib qolgan bir ishim. Urf-odat.
Şu ayet nazarında belki de mücadele bizim şeriat diyen nazarda bir nas bulat bu. Yani bu ayet vaktinde ben de bir kembalı tamak var dep kalan bolsa hani sadıksına nazarsına icra kıldan bir iş buluş mümkün. Kimki inandın hani bir ahval adetke ayınıp kalgan bir. Yani hazır bu bunda bir örf adet ayınıp kaldı. Bu ibadet namazın alkıp hazır. Örf adet namazın ayınıp kalanda bir iş ki. Sevap olmasın meylemiş. Örf adet şekilde ben örf adet bu iş kılay değilken kaldı. Yani aslında kişilerin işi de şu neçimin köy pulga intay muhtacında varisla eğitim buluş mümkün. Yani ona anda hakkında da serp kılıp kin avla hani hakkının kolu karab kılıyor. Bu artıkça hem de özüne tevkki şu şey var. Nezir diyen sözü işledik. Yani nezir diyen sözü işledik. Yani nezir diyen sözü işletmesi mi var şu? Nezir mezmi aleyye. Lillahi aleyye diyende yani siğanı Uygurca mı? Şimdi uydurkilgan bir siğa işletsen. İşte Kavus Salaman'da nezir kıyan bolsa hazır doğruluyorsunuz. فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ. Demek bu bir kıl tergibat terhib deyin. Allah Teala onu bilip durdu. Yani meşiyetini mukisa, yani taat kaydıysa bilip durdu. La yakhfa aleyhi ve hu mucazikum aleyhi. Kuddam ya'lam degandan hazır bilimdinki nima kelib chiqmoqchi deganni ko'z tutib turib dard berdi. Bunisi bilishi biladi hamma narsa. Buni biladi boshqa hammani biladi. Lekin biladi degandan hazır nima? Bilganligidan sana jazo urdi, ya mukofot urdi degan gap bor edi. Xuddi masalan bilib turman juma deb qo'ymizga. Şuna o'xshash. Ve ma liz-zalimin min ansar. Zalimlarga hamdamchi, yordam beruvchi, tilib olguchi unda shafaatchi yo'q dedi. Ellezina yamnauna sadaqat. Yani sadaqani bermay turib olgan, yani zakatni bermay turib olgan deydi masalan. Yoki nafli sadaqani faqat bermaydigan, yoki mol-mulklarni ma'siyatlarga sarf qildigan, yoki ma'siyat ishni qilaman deb nazr qildigan, yoki nazr qilib uni ado qilmaydigan, yoki riyoxo'rlik qildigan, yo minnat qilib arzo berib sadaqlarni bekor qiladigan, yoki zakatga topshirgan chog'da nachar molni topshiradigan, yuqori qilingan zolimlar misol. Unda kishilarga hamdamchi, yordamchi lozim bo'lgan ashkunda faqat yordamchi yo'q deydi. Yani Allah Teala'dan ulunu qutqizib qo'ygan, Allah Teala'nın azobidan, jazosidan tatib agirib qutuldirib qo'ygan bir hamdamchi yo'q. Demak bu intayin qattiq tahdidim. Demak zolimlar degan so'z yuqorgi oyatda o'tib ketgan hammani o'z ichiga. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Sizlar sadaqalarni, mishallardir, farz bo'lgan zakat bo'lishi mumkin. Nafla, tatavvu sadaqalar bo'lishi mumkin yoki hammasi bo'lishi mumkin. Demek bu sadaqalarni ochiq ashkari bersanlarmi, bumbak obdan dedim. Fa ni'ma shay'an ibda'uha. Uni anda ochiq ashkari qilish nimaga obdan narsa bu dedi. Ve ma nakiratun gayru mavsula ve la mavsufa. Ma degan azar ni'ma degandik. Ma degan bu mavsula emas, mavsula va ni'mallazi hiya degan bo'ldi. Mavsufa emas, ma ni'ma bilan sifatlangan bo'lamda. Obdan narsa degandek sifat emas edi bu. Ba'zan tamyizmi deb bakdı. Ha? Demek bu aslında ni'ma bilan birga keladigan bunda bir harf demoqchi o'xshaydi. Ha, ni'ma deganni xuddi bir so'z deydilar bundan yaxshi. Wal maxsusu bil madhi hiya. Demak bu yerda hozir nimaga obdan o dedi. U degan so'z shu biz madinamoqchi bo'lgan narsa. Fa ni'ma hi bi kasrin nun ma. Ni'ma deb qiraat qildim. Ve iskan al-ayn fa ni'ma hi. Bu bir xil qiraat hozir. Biz yuqoridagi ni'maten, ma o ni'ma deb qiraat qildi. Abu Amr ve Madani gayr Varsh. Varshdan boshqa Madina qariylari Abu Amr bilan mushunda ni'ma deb qiraat qildi dedi. Ni'ma bor. Anda kirishtirilgan bo'lsin. Ni'ma ma deganda. Sama deb tushundiya. Bisma afal madh va afal zamn qatarga. Ni'ma afal madh qatarga. Varsh qiraat Varsh hozir mashhur hozir qiraat Varsh bo'yicha bisilgan Qur'on var. Bazada. Qiraat bilan shuningalla atoatın Varsh qiraati bisilgan Qur'on bormi deb ashuni oldi. Bazada bor. Buniki Varsh qiraati hozir izotul Qur'on Karimda to'liq tafsir qiladi. Butun boshdan oyoq. Buni yo'qdi. To'liq tafsir qiladi. Hozir tafsir qiladi. Varsh Nafi'dan rivoyat qilgan. Varsh degan kimda? Osman ibn Sa'id al-Misri, al-Muqri. Bu Shayx al-Qurra
ulabgan Mısırda öz vaqtida. 197-yili vafot bo'lgan kishi. Qarilar shu 10 qarimanmisa 170-180 90 shu arliqdan. Shu shayxi Nafi buni varsh deb laqam qo'yib qo'yibdi. Akademik. Oppoq ekan, aqishmoq degan ma'no ekan bu. Bu aqvogan ekan, unda varsh deb noqon. Varsh degan balkamda Misrning tili bo'lishi mumkin yoki shu chog'dagi ba'zi bir lahjali bo'lishi mumkin. Yoki bunda ba'zi qushning ismimi debdi unda. Lekin bu varsh degan sutda yasaladigan bir narsaning ismi ekan, xuddi qaymoqdek. Varsh degan qaymoq deb qo'ygan masalan. Aqishmoq bo'lgan ekan, bu qaymoq deb laqam qo'ygandek bir ahvol ekan. Yo'q, bu Nafi'dan olgan qari bu. وبفتح النون وكسر العين شامي وحمزة وعلي نعم هذا نون زورق نعم هذا وهذا شام قارئ لدى مثلا ابن عامر ده شام قارئ لدى حمزة وعلي علي كمتى الكسائي مشولا شنو قرأت وبكسر النون والعين غيرهم demek başkalar bizden gidek نعم هذا عندك من قرأت قلت وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أنهم يشرب مخفي تطب حقر لهم باسن لا dedi وتصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء يعني مخفي تشلم بالله دل جاي براسنlar dedim yani da müşrik ve tutal fukara diyen sözü qaraganda bu adetki umum sadaqa bo'lishi mumkin. Ya farz zakat nima deb qalsak, bu hamda fuqara masakin buning masarifining birisi. Bu ehtimalim bor. Faqirligini bilib turib berarsanlar. Ha, chunki maxfiy holatda ba'zi farq bor. Ba'zi kishilar faqir ochiq oshkor bo'lgan ahvolda, ba'zi boy odamlar faqirtim deb iloladi. Ama oshkor bergan vaqtda unda deyilmaydi. Bayında demaydi. Maxfiy bergan chaqda dal faqirni tepib beribdi. Hem riyadın xali olubdi, hem dil joyindir. Davulki bu afzal bo'lib ketdi. Ondan uch-qashkar holatda ba'zi faqir kishilarmi ya qudvajiston, ya alag'anisdan numuslim men faqirdim, zakat loyiqdim demaydi. Uch-qashkar bo'lgan. Unda numus qildi. Balki de Qashqarga keldi, balki qudvajiston anda ras faqir bo'lib zakat olsa, qudisi qizni uyga yetib qo'yishi mumkin. Nima shayxim? Çünkü fakirler adetten de üzgün ben fakir, ben zekat edilsin layık, sadaka edilsin layık diyemeyeceğim bu aşkar. Çünkü mahfi adetten. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ afdal diyen manası var. Ve bu sevgi hemen özel. فَالْاِخْفَى خَيْرٌ لَكُمْ bunun faydasıca, savabıcı kırak. قَالُوا الْمُرَادْ صَدَقَاتُ التَّطَوَّعِ demek mana hazır. Bu şu ayetlerde hazır. Maksat kılıngan as-sadakat diyen sözden farz zekat maksat kılıngan mı? Yani nefli sadakalar mı? Yani hemen özü siyalamdı. Sonunda erkul karıştırıp. Vel cehru fil faraid afdalu li nefi tuhmeti. Hem de farz zekatını belgen çağda uçuk aşkarı verse bu evzeldir. Hem de bu farz zekatını toplaydığı mı uçuk aşkarı toplanır. Bunun başgıya okşaş. Onda zekat kadirleri kiler. Yani manç koyunuz varken. Ondan onlara mançlık kilde pişiplam hep gitti. Zakat deb qo'yish deyin debmi yoki bu? Zekat badında kaldı. Pöst biriş özlem. Nima uchun esa boshqalar bu zakat olmaydi bu o'g'ri deb tilmaydi o'zi. Hozir ko'rgandikan zakat olmagandikan. Ha, zakatni badida buldamga ko'st pamisa, bu hech kim ko'rmagandikan, shunda pul turib zakat olmaydi o'g'ri emasmi bu deb tillaydi. Gumonlandi. No abad ana tuhma. Bu bermagandikan bizim bermaydi bundan. Anda yaman ta'sir oldu. Hatta idza kana muzakki mimman la yu'rafu bil yasar. Hamda bay bo'lgandikan, xalqni tuhmat qiladi, yaman gumonlandi deb shunday. Lekin bay emas deb o'ylab qolgan. Buni tunmeli ekan, lekin xalq uqmaydi ekan buni. Bunda odam maxfiy va yaxshi. Chunki tuhmatga uchramaydigan bo'lgandikan. Kana fa'u afdal. Wal mutatawwi'u in arada an yuqtada bihi kana izharu afdal. Masalan, nafla sadaqaga odamma, masalan bir namarat muhtoj kep qapti. Kep qolganga buni sadaqa bahs bo'ldi-da, men bahsiga jiqmir bir narsa yig'ilib bir etay qamdal bo'ldi deb boshqani mana ayish bahsim deyishib qolsa, o'sha qashqar so'rinda, men 10 ming ko'yni berdim mana deb taklif qo'ysa, boshqa boylimi undan unga hech bo'lmasa 5 ming ko'y, 2 ming ko'y tashlaydi. Nonki kambag'alga manfaat yetkazib qoldigan bo'lg'achqa, bunda ahvolda o'sha qashqar berishmi afzal, boshqalar aqim agassun deb qolsa deydi. ويكفر بالنون وجزم الراء يعني يكفر ديالنا لأخطاء ونكفر نون لأخطاء مدني وحمزة وعلي مدني قارئ لنا حمزة
va Ali al-Kisai bular nukaffir deb o'qibdi. Va bil ya'i va raf'ar ra'i shami va hafs. Endi yukaffiru deb ra'ni marfu holatda boshqa harfni ya o'qib qiraat qildi. Sham qarilar bilan hafs. Shami degan Ibn Amirga o'xshash Sham qarilar. Va bin nun va raf'i g'ayruhum. Undan boshqalar nukaffiru deb qiraat qildi. Va yukaffiru degan bizning qiraatimiz bo'ldi. Ondan nukaffir degani ikkinchi qiraat bo'ldi. Uchinchisi va bin nun va raf'i g'ayruhum nukaffiru degan uchinchisi. Faman jazama faqat atafa ala mahall al-fa. Huwa khayrul lakumning o'rniga va undan keyingi nimaga jazma o'qildi. Chunki u javob shart bo'lganlik uchun. Va man rafa'a fa'ala al-istinaf. Marfu holatda o'qillar va yukafirda yangidan so'zni boshlagandek. Xudo suratul Baqaraning oxirida An-Nurning oldida bag'o lillahi ma fis samawati va ma fil ardi va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Shunga o'xshash yuhasibukum deb fayaghfiru dedi. Fayaghfir ajindan har xil bo'ldi. Shunga o'xshash mana. Wal ya'u ala ma'na yukaffirullah. Yukaffir deb ya bilan keltirgan taqdirda shu Alloh taolo günahı juytudu degan gap. Ya nukaffir olsa biz juytimiz ham bo'ldi. Ankum min sayyiatikum. Sizlardan gunohlaringlardan deydi. Min sayyiatikum. Yani gunohlaringlarning bir qismini degan bo'ladi. Tab'idiyya bo'ladi. Hozir men hozir o'sha tab'idiyyamu nima bu? Zaid desak bo'lishi mumkin. Yukaffir ankum sayyiatikum desak bo'ldi. Ya tab'idiyya desa bu sadiqlarni joyida qilish bilan hamma gunohlarni yuzib ketmaydi. Bunun bir qismi yuzib ketadi degan gap bo'ldi. Chunki unda yuzilmaydigan gunohim bor. Yani boshqalarning haqqini yo'g'on bo'lsa yuzilmasin, ko'rishlar yuzilmaydi. Demek biz tabi'idiyya desek bakrak şu ekan. Günahlarının ba'zilarini yuyutadi. Mukaffir olsa biz yuyutamiz. Alloh taolo o'zini demoqchi. Vallohu bima ta'maluna xabir. Alloh taolo siz qilayotgan ishlardan oshkor qilinglar, maxfiy qilinglar, bundan xabardor bo'lib berib turasiz. Xabir degani o'shada maxfiy ba'sanlar taxmi sazingni azra isharati. Chunki maxfiy ba'san biladi degandan keyin demak yani savobdan mahrum qolmaysan undan ekan yaxshi emas. Laysa alayka hudahum. Ularni hidoyatga boshlab hidoyat tabidan qilib chiqish majburiy emas. La yajib alayka an taj'alahum mahdiyina ila al-intihai amma nuhu anhu min al-mann wal-adha. Bak ashu minnat qilmaydigan, aziyat qilmaydigan, nasirni zakat tanlab bermaydigan, manda chekimga rioya qilib mangdigan qilish majburiy emas. Nima alaykal balagh, nima? In anta la nadir. وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي فحسب. Senin fakat aşı çeklemelerine emir fermanlarını yetkizip koyuştan mecburiyetinler. Bunun başkası demez. Walakin Allah yahdi men yasha. Lekin Allah Teala xalqan kishini hidayat başlar. Kimni xalisa? Ev leysa aleyke tevfik alal huda. Yani sen o hidayatı muvaffak kılıp, aşızad, ko'ngildagidek qilib, joyida qilib chiqsang, sen mecburiyetin emas. Ya ki o hidayetini payda qilish bo'ladi. Sen mecburiyetin emas. Ama qo'lingda kelmaydi bu. Ve innema zalika ilallah. Bu Allah'ın ilkidagi ish bu. Allah qildigan ish. Sen faqat yetkizib bilan bersan bo'ldi dedi. Lekin bu oyatning tafsirlaridir. Leysa alayka hudahum dedi. Ashunda minnat qilmay, ajr qilmay, joyida ravishda siz sarf qilishga hidayat qilish debdi. Bu hozir kitob hum degan domir nimaga qaytadi? Musulmonlar qaytadi. Lekin bu oyatning sababi nuzulda. Leysa alayka hudahum azudal kuffar. Kafirlarni sen islom hidayatga, iymon hidayatiga kirgizishing, sen Qur'onni kishamas demoqchi bu. İnneke la tahdi men ahbabta velakin Allah yahdi men yasha. Aslida bu oyatning sababi nuzulida asli kafirlarga sadaqa ihson qilish masalasiga kelgan. Muhojirlarga kelgandan keyin ondan ansarning masalan bag'varallari mol-mulk vardı. Bu sadaqa ihson qilib turibdi. Endi bu musulmonlar sadaqa ihson qilib, o'zining urug' tuqqan taqdir musulmon bo'lmagan kafir tuqqanlari taqdir nimalarga uni kafirga sadaqa vermaymiz, musulmonlar bermaymiz degandek bir ahvol bo'lgan chaqda mayani tushgandek. Yani o hidayet deb şey o başka. Sen sadaqani musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, beriversan bo'ldi degan ma'noda. Ve bu hazır el-aya varda fi cevaz tasadduq al-kuffar. Kafirlarga sadaqa versan bo'ldi degan. Bu hazır nafli sadaqaning gapi. Lekin farz zakatni-chi kafirga bersa bo'lmaydi. Nima uchun? Hadisda tu'khadu min aghniyaihim va turaddu ila fuqaraihim degan.
Yani Müslümanların bayıldığı Müslümanların kembalini kaytırıldıgan boğan ekan. Bundan kim bu hazır vacib bulmagan nefli sadaqa. Mesela Abu Hanife rahmetullahi aleyh mesela nefli sadaqını aldın sadaqatı fitr, kafarat, nezr. Bunlarını kafirga basan buldu yani zimmilaga dedi. Zimmi ha. Zimmilaga basan buldu dedi. Bu Abu Hanife için delil mana. Abu Hanife'nin delili var. Yani ve yut'imuna at-ta'ama la hubbihi miskina ve yetiman ve asira. Esir Müslümanın qo'liga esir kim bo'ldi? Kafir esir. Harbiy kafir esir. Nonikin shunga tamaqasanda savob bo'ldi. Fi kulli dat kaptin ratbatin ajr. Ish so'rib qo'ysa, unga jannat cheysan, bu kafir inson. Unga xayr ehson qilsa bo'ldi demoqchi. Zakat nima? Zakatni shu musulmonlarning biridir. Lekin kafirning ishidanmi? Ayda muallafa qulubuhum, ayda bir ba'zan raqaba balki Müslüman kafirde ayrışı mümkün. Ayda bir ahvalda bulab qo'yishimiz. Lekin umuman qolgan sinflar musulmon. Muallafat qulubuning ichidan islomga kirib qolish ehtimoli va umid bo'lgan shunda biroz bo'lsa bo'ladi. Unda boshqa kafir faqir emas bo'lmaydi deydi. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ خَيْرٍ musulmon lazır. Qanda bir mulk bir narsa tayzimonlar فَلِأَنْفُسِكُمْ. O çoxum sizlar o'zingiz uchun bo'ladi. فَهُوَ لِأَنْفُسِكُمْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُكُمْ فَلَا تَمُنُّوا بِهِ عَلَى النَّاسِ. Bu foydasi o'zingizga bo'lganki kishilarga minnat qilsang bo'ldi. Yani o kishilarga foydasi yetib sana yetmaga ahvol yo'q. Foydasini o'zing ko'rsa buni. وَلَا تُؤْذُوهُمْ بِالتَّطَاوُلِ عَلَيْهِمْ. Onlara silahlarla bilen yak azavırıp bundan okumanlar, bika kılıp etmanlar dedi. Demek şu ayet hazır. Leysa aleyke hudam velakin Allah yetime yeşe ve ma tunfikum şu. Kendine o cümle muhatarıda geldi. Yani şu pul hayca işinin, sarıp kılışının ahkamını bayan kılıp kaç kıstırıp koydum ha. Hum diyenmiş damir hazır. İlgirike şu neşip türlük kişilerge kayıtıdı. Ya ki kafirler kayıtıdı. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ. Hazır bu bir xil xabar şeklinde geldi adam abi. Siz fakat Allah'ın razılığını közlep lan sarf kılışlar dedi. Demek sizin xərcişinler, pul sarf kılışınlar fakat Allah razılığı üçünlü buludu dedi. Ey ridallahi ve li talabman. Allah Teala razılığını közlep ve Allah'ın huzurundaki aşu cennet mertebelerini, naimlerini talep kılış yüzünden kılışlar. فَمَا بَالُكُمْ تَمُنُّونَ بِهَا وَتُنْفِقُونَ الْخَبِيثَ الَّذ۪ي لَا يُوَجَّهُ مِثْلُهُ اِلَى اللّٰهِ. Bunda boğandiken siz nima uchun oshuna sarf qilgandikan minnatini qilib, ondan Alloh taologa berishga loyiq kelmaydigan nachar molni zakat hisoblab berisizlar. Demak bu hozir xabar. Ma tunfiquna illa tagawajillah. Siz asli xayzsanglar, Alloh roziligini ko'zlab xayzlaytinglar deydi. Bunda bo'lgan shunday qilisizlar deydi. Yoki xabar ma'nosida emas, nafi desak bo'ladi ekan. Nafi ma'nosida, lekin nafi shaklida, lekin nahi ma'nosida. Yani sizlar faqat Allohning roziligini ko'zlab sarf qilinglar buni. Boshqa maqsadni ko'zlamanglar. Wa ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ilaykum. Qanday maldan xayzlamanglar, sizlarga to'liq qaytadi. Yani nima qaytadi? Savobi. O'zi qaytadi desak bo'ladi. Savobi qaytadi desak. Dunyoda o'zi yana o'rnini to'liq qilib qaytadi desak bo'ladi. Oxiratda savobi qaytadi. Dunyoda yana mukofotni bo'ldi desak bo'ladi. Adafın mudafa fala udarakum fi an targhabu an infaq. Unda bo'lgandikan, to'liq yanchiqlarga qaytadigan bo'lgandikan, xizmat turilishingizga hech qanday bir bahona sabab yo'q hozir. Va yakuna la ahsanul wujuh va ajmaliha. Yana xizgandimi? Yaxshi, chiroyli shaklda unda xizlash kerak dedi. Va antum la tudlamun. Yani taqsira hech qanday haqqini kimib qilmaydi. Xuddi masalan bir Biz bergan bo'lsa, qarz bergan bo'lsa, to'liq qaytarib olgandek, u bir sinfmi kam qolmay to'liq olishlar, hech qanday narsa kam bo'lib qolmaydi dedi. Xuddi valam tadlim minhu shay'a degan oyatga o'xshash. Yani bunda kimib qolmadi endi. Shay bo'lsin. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.